Musulmonlar ham Google'ga o'xshagan sayt yaratish kerak deydilar dadam. Mani ismim Abdulhodiy, familiyam Rasulov. Farg'onaliman o'zi, lekin hozir Toshkentda yashayapmiz. Nega Toshkentda yashaysizlar? Chunki hozir Toshkent shahrida yaxshi ta'lim rivojlangan. Otangiz nima ish qilishadi? Dadam tadbirkorlar, oyim uy bekasilar. Robotda qanchadan beri o'qiysiz? 7 oy bo'ldi. Kelajakda kim bo'lishni maqsad qilgansiz? Dasturchi. Nima orzularingiz bor kelajakda? Ota-onam hajga olib borish, Google'ga o'xshagan bitta sayt yaratish. Chunki adam ham aytadilar-da, musulmonlar ham Google'ga o'xshagan sayt yaratish kerak deydilar dadam. Aytizlarga rahmat. Juda ko'p texnologiya musulmonlarning qo'lida emas. Harbiy mudofaa sohalari, texnologiya hammasi bizga oid emas. Bizni zararimizga ishlaydi ko'p joyda. Qo'lingizdagi telefon, texnologiya bizga himoya uchun ishlab bermaydi. Biz haqiqatan havas qilishimiz mumkin bo'lgan hozir odamlardan biri bu bayrakdar, dron yaratgan. Texnologiya jihatidan biz haqiqatan orqadamiz. Endi buni kim qutqaradi bizni? Sizlar. Uning uchun juda katta maqsad qo'yish kerak. Uning uchun o'yin o'ynamaslik kerak. Uning uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmaslik kerak. Uning uchun qattiq, juda zo'r o'qish kerak. Eng zo'ri bo'laman deyish kerak. Shu dard bilan yashang. Eng yaxshisi bo'laman. Vatanimni juda yuksaklarga olib chiqaman, millatimni yuksaklarga olib chiqaman deb ayting. Ertaga insonlarga manfaat beraman. Butun dunyo tan oladigan texnologiya yarataman deb o'zingiz uchun orzu qiling. Bizga xuddi shunaqa insonlar kerak. Otanizga rahmat.